Doktor bolam tez shamollayapti. Nima qilsam bo'ladi? Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni bir yilda 8-10 marta shamollashi bu normal holat hisoblanadi. Agar farzandingizda surunkali kasalliklar aniqlanmasa, bundan umuman xavotir olish kerak emas. Har shamollaganda antibiotik bering, zo'r bo'lib ketadi. Doktor bolam bir kundan beri isitmalayapti. Qaysi antibiotikni tavsiya qilasiz? Ko'pincha virus keltirib chiqargan kasalliklarda xuddi shunaqa bo'ladi. Virusga bo'lsa hech qanaqa antibiotik ta'sir qilmaydi. Hozir eng zo'ri Ceftriaxone. 3 kun qo'l qilasizlar, zo'r bo'lib ketadi. Doktor bolam kattalardek xurrak otib uxlaydi. Nima qilsam bo'ladi? Bu belgi ko'pincha adenoid bezini kattalashishida bo'ladi. Buni darajasiga qarab, dori-darmon bilan yoki operatsiya yo'li bilan davolanadi. Bunaqa holat uchun zo'r antibiotik bor, hozir yozib beraman. Doktor burnim bitadi. Doim naftisini sepib yuraman. Nima qilsam bo'ladi? Bunday holatda rentgenologik hamda endoskopik tekshiruvlardan to'liq o'tiladi va aniq diagnoz qo'yib davolanadi. Aynan sizning kasalingiz uchun zo'r antibiotik tashab ketishgan. Mana bu videoni nima kasal bo'lsa ham antibiotik ichiradigan tanishlarga yuborib qo'yinglar.